Shu Qo'g'ay o'lmasidagi demak xususiy klinikani ikkinchi binosiga o'tdik. Mirjalol, siz aytgan rentgen shumi endi? Ha, shu rentgen apparati hozirgi paytda qishlog'imizga ham shunaqa zamonaviy apparatlar qilyapmiz. Bu nimani endi? Qanday kasalliklarni aniqlaydi? Bu yerda hamma kasallik, qanaqa haligi bizga shubhali bo'lgan kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, masalan, xususiyati katta, bu yerda siniq, o'pka, juda ko'p kasalliklarni aniqlasa bo'ladi. Prosta o'zimiz uchun diagnostika qo'yishimiz uchun bizga kerakli apparat qilamiz. Do'stlar, chekka qishloqda, demak shu Qo'g'ay o'lmasidagi mahallada biz mahallani hamjihatligini bilardik, lekin mana sun'iy intellekt darajasida foydalanish darajasiga kelgan insonlar bor. Hozir aka mana shu qishloqda necha kishini ish bilan ta'minlagansiz? Hozir klinikada necha kishi ishlaydi? 40 tacha odam bor. Qarang, oddiy qishloqda bitta korxonani o'zida, demak, tadbirkorlik obyektida 40 nafar ishchi ishlayapti. 40 ta oilani qozoni qaynayapti. Bundan tashqari zamonning eng rivojlangan texnologiyasi ham mana kirib kelib, bu yerda bevosita xizmat qilyapti. Poytaxtdan kam bo'lmagan sharoitga ega joylar bor. Rahmat sizlarga.